Ya, Baxtiyor xotining homiladormi? Aha! Endi 3 ta bolang 4 ta bo'ladim. Qachon senlar uyg'oq paytni biz uxlab qoldik. Xotin, ichkariga kir. Ichkariga kir. Tez. Sekin, malikam, sekin. Ya, Baxtiyor. Kelin tuya go'shti yegan ekan. Nechinchigacha bergan? Bizga 47-maygacha bergan. Oxirgisini. Sekin. Nima yegan keladi, Malikajon? Ya bu qo'shin nima qilsa shuni qiladi? Bir kunda qanday 6 oylik homilador bo'lishi mumkin? Ya qoniga botoks qildirdimi ekan? Cobalt baribir legenda-da. Baxtiyor, Cobaltmi? Ha, qo'shni. Ish qilib minilga oldingmi? Yo, salon oldim. Kreditga oldingmi? Yo, naqdga oldim. Qanday? Ish qilib jentrani sotdim-da. Ha, yo, jentri ham turibdi. Xotinli to'qqizda kaltrobchaq sotib Cobalt olaman. Onalarini ko'rsin, odamning ichiga jin kirsa, jinni ichiga bizni qo'shni kirib olgan u. Bolam yaxshi o'qib kelgan, olim bo'lgan. Ha, Baxtiyor, Rossiyaga jo'natyapsanmi o'g'lingni? Ya, jinnimiz qo'shni, o'g'lim iqtisodiyot va pedagogika universitetiga o'qishga kirdi. Qayerga kirdi? 34 ta bakalavr, 5 ta magistratura mutaxassisliklari bor. Yana nimalari bor? 2500 kishilik yotoqxona, 500 kishilik oshxona. 900 kishilik aktivniy zali ham bor. Yaxshi o'qiganlarga rektor stipendiyasi, stajchilar stipendiyasi, undan tashqari 34 ta xorijiy oliygohlar bilan talabalar almashinuv shartnomasi ham bor. O'g'lim, narsalaringni yig'ishtir, o'qishga kirasan. Dada o'zi Londonda o'qiyman-ku. Gamiya, oyog'ingni tayda shunday sharoit turganda, shimildirib olma Londonda o'qib. Qashqadaryoda o'qiysan. Agar ana shu qo'shnini bolasidan qolsang, uylantirmay azoblayman, bolam. Xotin ketmoni uchyapti. Ya, nimaga qo'shnini ketmoni uchaykan, meniki uchmas ekan? Holi ko'rasan. Dadasi balki kerak emas. Ey, sen aralashma. Meni qo'shnidan nima kami bu? Ketmonim shunday uchsin. Men uchaman. Hop! Ye qo'yim bittida 4 ta tug'anni olmadim keldim, ketmoni uchyapti desam, qo'shni ketmon bilan o'zim tomdan tashlavardimi? Shunaqa kuykana qo'shnilardan zada bo'lganlar bitta like bosib qo'yamiz. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Men o'ylayman, bunaqa qo'shnilar hammada bor. Kimda shunaqa qo'shni bo'ladigan bo'lsa, obzatni kommentariyada fikrlarini yozib ketinglar. Like bosh esingizdan chiqmasin. Mana shuncha bola mehnat qilyapti. Bulardan Instagram profillarini chiqarib qo'ydik. O'tinglar, obuna bo'linglar va Obujon Nasriddin YouTube kanaliga podpis qilish esingizdan chiqmasin. Instagram profilimizga ham o'tsanglar, Instagramda bu yoqqa yuringlar, qo'shnilar chiqaradi. Instagramda xudo xolasa tez kunda 6 million bo'lamiz. Sizlar podpis qilib padishga qilsanglar bo'ldi. Instagram profilimizda men qoldirdim. O'tib olinglar, tanlamas-ku. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz, charchamangizlar. Ko'rmayman bu qo'shnini. Shuncha pula, hozir buni beramiz, uyimiz 2 ta bo'ladi. Aytishadi-ku, uy oling va farzandingiz 20 yil umrini tejang deb. Rostdan ham o'g'limizni tug'ilishi bilan o'zini uyi bo'ladi. Hozir yangi uyimizga yo'ldan 2 ta usta ham olamiz. Aka, nima ish qilyapsan? Aka, Ukam, xotin, qara mehmonlar keldi. Voy, yaxshimisiz? Voy, hali ham kir-kirsonni yuyapsizmi? Men sizga banyo olib keldim. Oq kiyimlarda dog' qoldirmaydi, allergiya ham chaqirmaydi. Hidi ham priyatniy olsin-chi. Voy, rahmat. Gap sot turmasdan oshdamla ko'rmayapsanmi? Ukam kelgan. Voy, hozir. Aytgancha, uyda piyozdan boshqa hech narsa yo'q edi, dadasi. nima? Akangiz do'konlar yonib ketgandan keyin ishlari sal orqaga ketdi. Ukangizdan qarz so'rab turing desam, qaytara olmasam uyatli bo'lib qolaman dedilar. Ey! Qarz so'ramoqchi bo'ldim deng. Qarzdan umidingizni uzing. Sizning ukangiz bugundan boshlab o'lgan. Uka, Akasini och qoldirib, hali tug'ilmagan o'g'liga hovli olgan ukani o'lgani yaxshi emasmi? Aslida qarz so'rashdan uyaladigan siz emas. Shu holingizdan bexabar qolgan men uyalishim kerak. Mana pul, yangi do'kon olib, ishingizni qaytadan boshlang. bolangga uy Shuncha narsani bergan bolamni ham rizqini beradi. mayli. Faqat qarzga. Bolaligimizda o'zingiz yirtiq oyoq kiyim kiyib, sapogingizni menga qarzga berganmidingiz? Yo birovlar xafa qilsa, pulga himoya qilganmidingiz? Yo'q. Shundoq ham hamma narsadan ustun bo'layotgan bu pul jigarchiligimizdan ustun bo'lmasin. Siz uchun yetsa molim, yetmasa jonimni beraman aka. Boringga shukr uka. Sizni yaxshi ko'raman aka. Bemor bo'lganingda olmadim xabar